Eksklyuziv yangilik. Sulton Uvays tog' tizmalari hududida qadim zamonlarga oid dinozavr suyaklari topildi. Bu topilma Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti olimlari hamda O'zbekiston davlat geologiya muzeyi vakillarining qo'shma izlanishlari natijasidir. O'zbekistonda yashagan dinozavrlarning suyagi dalaga chiqib shu joyda topilgan joylarini borib izladik. Qayerda? Hammasi shu O'zbekiston hududida, bu bo'r davrida. Bo'r davri deganda bu 100 milliondan to 65 million yilgacha keladigan davrimiz. Shu qatlamlarning ichidan shu topilgan narsani ko'rsatishdi bittasini. Undan keyin bir 3 metrli shurfam qazishdi, o'shaning ichida bor dedi, o'sha yerga o'zim tushdimda, o'sha joyni ko'rib, o'sha suyagini chiqarib oldik. Endi bu Qoraqalpoq hududiga juda ham qiziqarli narsa bo'ladi, ayniqsa haqiqatan dinozavrlarning bittasi bu umurtqasi. Umurtqa suyagi, yana boshqa suyaklari o'tdan 3 ta bitta kichkina ilik suyagi chiqdi, yana katta boldir suyagi chiqdi. O'zbekiston hududidan hozirgacha topilgan dinozavr suyaklari bugun O'zbekiston davlat geologiya muzeyida e'tibor bilan saqlanmoqda. Qiziqarli jihati shundaki, topilgan suyaklar bir joyga yig'ilib, qayta ishlovdan o'tkazilgach, tashrif buyuruvchilar uchun haqiqiy dinozavrlar olamiga sayohat qilish imkoniyati yaratilgan. Bo'r davrida O'zbekiston hududida dengiz bo'lgan joylar bor, quruq bo'lgan joylar bordi. Shu joylarda dinozavrlarning yurgan izlari, suyaklari chiqib kelishi bu fanga ham, umuman aholiga ham qiziqarli. Ayniqsa hozir turizmni rivojlantirish uchun muzeylar kerak, shunaqa obyektlar kerak. Qaysi dinozavrga mos bo'lishi, chet el mutaxassislar bilan kelishib, gaplashib, borish tomografiyaga qo'yib, bu suyaklar qaysi dinozavrga xosligini faqat ilmiy asoslanib gapirish kerak. Hozirda bu yerda topilgan suyak qoldiqlarining aynan qaysi turga mansubligini aniqlash bo'yicha olimlar tomonidan izlanishlar davom etmoqda. Tadqiqot yakunida topilmalar O'zbekiston davlat geologiya muzeyiga topshirilib, mamlakatimiz tabiiy tarixining yana bir sirli sahifasi ochiladi.